Raf. Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrdonlar. Bugun 14-fevral. 14-fevral quyosh chiqdi. Bugun maksimal quyosh chiqqan. Quyosh chiqqandan foydalanib biz oziqa berishni boshladik. Oziqalarimiz kaliy nitrat, 6% temir, magniy nitrat, monofosfat kaliy, borniy kislota va marganiz sink ularni eritib baklashga deydi. Bayit solib yubordim. Xo'sh, keyin NPK'miz ham bor. Izrael NPK'dan qo'shib yuboramiz. 2 tonnalik suvga ashyodan 1 kilodan solamiz. Faqat temir moddamiz 200 gram. 2 tonnaga 200 gram. Borniy kislota 50 gram. Marganiz sink, marganizdan 20 gram, sinkdan 15 gram. 2 tonna suvga qo'shib 3 bo'lib 3 mahal 3 bo'lib kam-kamdan shu qultnaylarimizni sug'oramiz. Hozir oziqani tayyorlab, yana haydash jarayonidan ko'rsatamiz. Mana oziqamizni tayyorlab oldik. Mana oziqamizni hozir qultnaylarimizga nasosimiz orqali filtrlab, toza qilib mana shu qultnaylarimizga haydaymiz.